Assalomu alaykum. Montajlarni ham ustanobga qilib boshladik. Bu yerda endi ko'pchilik tok uradi deb savol bo'ladi. Zazmlini nimaga qo'ymagansiz, urib ketadi deb. Hozir buni isbotlaymiz, urmasligini. Mana hamma avtomatlar ko'tarilgan. Ishlab turibdi. Hozir endi bu yerda mana indikatorni ham yoqib ko'rsataman. Tok bor. Bunisida yo'q. Uzoq avtomatning vazifasi odamni tok urishdan saqlash. Endi zazmlini qo'yilmagan bu yerga, qo'yilmasa ham lekin urmaydi mana. 0 faz mana. Urmaydi. Lekin bunda tok bor mana. Tok urmaydi. İchki tarafi bilan ham sirti bilan ham ishlayapman. Uzoq avtomatlardan qo'yishni tavsiya qilamiz. Uzoq avtomat tok urishdan saqlaydi. Bunisi 4 ligirovka qilib turadi. Me'yorda nastroyka bo'ladi. Bir fazli avtomat har bir uyga 10 amperli avtomatlardan qo'yilgan. Kulchatillar uchun 16 amper esa rezetkalar uchun. Bu yerga ikkita asosiy kirgan.